Assalomu alaykum, Stroy bazamiz aziz obunachilari, ko'rishinglar mumkin. Bizga yangi xil rasvedkadagi mahsulotlarimiz yetib kelgan. Bugun sizlar bilan bu yerdagi mahsulotlarni Abdulaziz akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Ahmad Ishlaringiz aka. yaxshimi bo'lyaptimi? Savdolar Rahmat, qalay? o'zinglardan charchamaysiz. Yaxshimi? Rahmat. Aka, bizga Stroy bazamizdagi bor bo'lgan mahsulotlarni showroomni tanishtirib o'tsangiz, narxlari va razmerlari bilan. Assalomu alaykum Stroy bazani aziz obunachilari. Hozir biz Stroy bazani showroomidamiz. Sizlarga bu yerda barcha mahsulotlarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi olib, hamma bilgan 3D fasondagi samakilaka aboylarimiz. Bulardagi 10 xilga yaqin rasetkalari bor. Razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 1 metr, rulonda 5 metr. Bu degani 5 kvadrat bo'ladi. Narxi 1 metri 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan beryapmiz aka. 40 ming so'mdan. 40 ming so'm. Juda ham arzon narxlarda ko'rishinglar mumkin. Bemalol bozor bilan solishtirib kelaverasizlar. Yana bir narsani aytib o'taylik, bilmaganlar uchun kilay o'zi bilan mahsulotimizni kilay o'zingizlar bemalol yopishtilaverasizlar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana. Qo'lim yopishib bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Juda ham qattiq bo'lgan. Rasetkalarni ham bir qator ko'rsatib 3D bo'ylar mana bir-biridan ajoyib. Bunaqa qora svetlarni PlayStation yoki bo'lmasam kompyuter xonalarga juda ham chiroyli aytadi. Olib boranglar oshxonaga. Tabiiy qarab sekin o'zimiz qo'yaveramiz. Muammo bo'lmaydi. Keyin bizda bu aboy nomi nima ekan aka? Gladka aboyimiz hisoblanadi aka bu. Gladka aboylar. Razmeri. Bu ham salafanli, Bu ham samakilaka. nakleyka bo'ladi. Ha, samakilaka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Kilay qattiqligi uchun chiqayam demayapti mana. Yumshoq ko'rsatib beramiz. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Juda ham mana. Bular samakilakalik gladka aboylarimiz bo'ladi. Razmerlari 95 sm bo'ladi balandligi. Rulonda 20 metr. Uni 1 metri 18 ming so'mdan beryapsiz aka. 38 ming so'mdan. Shundan mumkin obunachilar. Dekorativniy uyini, aboyini dekorativniy qilmoqchi bo'lganlar uchun ajoyib yechim ekan mana. Mramorniy juda ham ko'p akalarimiz olyapti mana. Bu skromniy turadi. Bu yerda yana bitta saf qoraroq rasvetkasi bor. 10 xilga yaqin rasvetkasi bor aka. Juda ham ajoyib. Aka, o'tkazib mahsulot bu farga, bu hamma biladi. Sintifon mahsulotlarimiz, falgizalyatsiya. Bu mahsulotimiz hamma biladi. Balandligi 1 metr, rulonda 50 metr bo'ladi. Rulonda 50 metr. Buni bizning omborda 2li, 3li, 5li razmerlari bor aka. Narxlari qanaqa bo'lyapti aka? $9, $11 va $17 aka. 5liga $17. Ajoyib. Bu mahsulotlarimiz ko'rib turganlar to'g'rima-to'g'ri zavoddan keladi. Shu sababdan narxlari pasayib yoki ko'tarilib olishi mumkin. Bu hozirda bizdagi narxlari bo'lib turibdi. Narxlari har kuni o'ynaydi. Endi bu aka. Shu mahsulotga qiziqdim. Qanaqa mahsulot aka shu? Bu ham falgani ifodadasi desak bo'ladi aka, anchasiga. Qalinligini bitta ko'rsatib berasiz aka mana. Juda ham qalinligi, qattiq. Ko'rishinglar. Buni ham balandligi falga bilan bir xil deyarli. 1 metr. Narxiga keladigan bo'lsa bu 2 santimetrligi 20 ming so'm. Bu yerda 1,5 santimetrligi bor, 15 ming so'm metri. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Falgadan anchagina yaxshi ekan. Endi bu yerda mayda-chuyda narsalar ustakalarimizga kerak bo'ladigan. Ancha yangilik usullar aka kelganimizdan beri. Pasti 0 dan 100 gacha ko'tarsa bo'ladi aka. Uyini. Da. Men bu yerda mayda-chuyda hamma narsani olib ketadi-da, xullas shu yerda. Bozorga bormasdan eng arzon narxlarda shu yerdan xarid qilsanglar bo'laverar ekan. Vodiydagi eng optim bazada turibmiz. Andijon shahar eski mazavod ichkarisida. Soy trikotajda emas, aytib qo'ya oldindan ko'rishinglar mumkin. Trikotajda bozorda bor mahsulotlar shu yerda bor ekan hammasi. Jam ekan. Bozordan ko'ra ham tezroq, ham osonroq, ham arzon ishlar bitadi shu yerda. Ko'rishinglar mumkin. Aka, bu mahsulot qanaqa mahsulot? Bu mahsulotimiz PVX mahsulotimiz hisoblanadi aka. Egiluvchan. Sinmaydi hech qanaqasiga. Xo'p. Dekorativ. Buni razmeri 1.20 ga 2.40 bo'ladi. Hop, buni bir donasini 195 ming so'mdan beryapmiz aka. 195 ming so'm. 195 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin obunachilar, dekorativniy. Bu mahsulotimizni qaysi xonalarga ishlatsa juda ajoyib bo'lib turadi, aytadi. Hamma xonaga ishlatsa bo'ladi, hammom, oshxona bo'ladi. Suvga o'tga chidamligi juda chiroyli turadi.
Suvga o'tga chidamli. Suvga hamma yoqqa chidamli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bunachilar. Juda ham ajoyib. Narxlari ham arzon. Endi bu Ko'rishingiz yerda mumkin. bazalt mahsulotlarimiz aka. Hamma Uyni bilgandek. korobka holatiga keltirgungacha bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi, to'g'rimi bular? Ha, shunaqa. Yo'q, korobkadan keyin aka, korobkali izolyatsiya qilib, hamma yo'q qilish kerak-ku, shu Aha. izolyatsiya uchun mahsulotlar bular aka. Ko'rishingiz mumkin obunachilar, juda ham ajoyib mana. Qalinligi juda ham qalin va qo'lingizni qichishtiradigan bo'ladi mahsulotimiz. Toshdan tayyorlansa kerak adashmasam. Ha, bularda endi razmerlarni aytib o'tish aka. Aha. 120 ga 60 bo'ladi. Bitta anaqasi. Chinilari. Endi bizning ham borda. Deyapti akamiz. 50 plotnos, 80, 100, 120, 140 plotnosliklari bor. Aha. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, 35 ming so'mdan boshlab shu 90 ming, 100 ming so'mgacha plotnosiga qarab o'zgaraveradi. Endi buni qalinligi hammasi standart bo'ladi, 5 sm bo'ladi qalinligi. Ko'rishingiz mumkin obunachilarimiz. Juda ham ajoyib bo'lgan mahsulotlarimiz mana bu yerda turibmiz. Aka, samarezlar ham bor ekan-a? Samarezlar ham bor aka bu yerda. Mana shunday har xili bor aka. Har xili bor. Razmerni o'lchab. Endiroqda aytgan gapim bo'yicha hamma ishlar shu yerda bitadi. Hatto arzimagan detallargacha olib kirib qo'yishdi akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Mayda mixlar ham, samarezlar ham bor. Bundan tashqari hamma qurilishga ketadigan mahsulotlarni olib kirib qo'yishdi. Bu yer showroomlik uchun hamma mahsulotdan ozginadan qo'yib qo'yishgan. Tashqarida skladda juda ham ko'p bo'ladi mahsulotlardan. Ko'rishingiz mumkin aziz obunachilarimiz. Bu yoqda qanaqa mahsulotlar bor ekan aka? Yoqqa bemalol o'tsangiz ko'rsataman aka. Penaplex va Teplex mahsulotlarimiz. Penaplex va Teplex. Devorni orasiga, devorni ichiga, oyoq ichi tagiga, ya'ni pastga, keyin patologga, devorga. Bu ham shuma izolyatsiyani yaxshi ushlaydi. Shuma izolyatsiya, issiq sovuq ushlaydi aka, hammasini. Ko'rishingiz mumkin. Tupli poltaydan qo'ysa juda ham zo'r aka. Tupli poltaydan eng yaxshi uchun qattiq ekan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, Penaplex mahsulotimizda 2 li, 3 li, 4 li va 5 li razmerlari bor. Teplex mahsulotimiz aka 2 li, 3 li va 5 li razmerlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Narxlari, har doimgi obunachilarimizga narxlari qiziq. Penaplex mahsulotlarimiz 14 ming so'mdan 45 ming so'mgacha razmerlariga qarab o'zgaraveradi. Teplex mahsulotimiz aka 13 ming so'mdan 35 ming so'mgacha. Bular ham razmerlariga qarab. Bu Teplex mahsulot bilan Penaplex mahsulotining aka nima farqi bor? Qayerda farqi bor? Narxlari ham ozgina farq bor ekan bir-biridan. Penaplex mahsulotimiz Teplex mahsulotimizdan ko'ra sifatliroq va uyingizni yaxshiroq izolyatsiya, shunga issiq sovuqdan saqlaydi. Ko'rishingiz mumkin obunachilarimiz Penaplex mahsulotlarini. 2 li Penaplex bu oddiy bo'lar ekan aka? Oddiy bo'ladi. Mana 3 li, 4 li va 5 li razmerda Penaplexlarimiz bir-biriga kirishuvchan bo'ladi. Bir-biriga kirishuvchan bo'lgan obunachilar. Yoshligimizda Lego o'ynardik. Shunaqa bo'lgan aka. Bu yerda PVH mahsulotimizda rasvetkalari. PVH mahsulotlarimiz. Ularda ham 20 xil, 30 xilga yaqin rasvetkalari bor. Orqasiga ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi aka. Xo'p, bo'ladi. Aka, bu mahsulot shu izolyatsiyadan chiqib olaylik, keyin devor dizaynini to'g'ri qilamiz, gaplashamiz. Bu mahsulotlarimiz stiklovata mahsulotlardan hisoblanadi. Ver, Ariana, Ursa. Bu mahsulotlarni ham dillerligini olgansizlar. Hamma mahsulot dillerligini olganmiz aka. Ko'rishingiz mumkin obunachilar. Bozorga o'zlari tarqatishar ekan mahsulotlarimizni. Bular narxlari 120 ming so'mdan boshlab eng arzoni 130 mingdan 250 ming so'mgacha. Ya'ni kvadratiga va ichida falga, bez falgaliga qarab narxlari o'zgaraveradi aka. Ko'rishingiz mumkin obunachilar, bozordan anchagina arzon, narxlari ham shikalat bo'lyapti hammasini. Bemalol olib, yangi uy qurayotgan, solayotgan akalarimizga, opalarimizga, hamyurtlarimizga tavsiya qilib qolaman. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib mahsulotlar. Eng vigidni tarafi narxlari bozordan anchagina arzon ekan, vodiydagi bir dona bo'lgan stroy bazada. Endi mana uyimizni ichki dizayniga o'tadigan bo'lsak, bu yerda PVH mahsulotlari ekan. Aka, bu mahsulotlarimizni biz omborda necha xil rasvetkalari bor, aytib o'tsangiz. 30 xilga yaqin rasvetkasi bor PVH mahsulotimizda. Bu tepasida turgani PVC mahsulotimiz. PVC mahsulot. Bu mahsulot ham juda trend bo'lyapti hozir, adashmasam. 2025da trend bo'lishi kutilmoqda yana ham aka. Chunki bu mahsulotimizni afzal tomoni shlakkablok g'isht ustidan to'g'ridan-to'g'ri yopishtirib yuborsa bo'ladi, bitta kley bilan. Ko'rishingiz mumkin obunachilar. Juda ham skromniy qilib ishlangan. Izolyatsiya qiladi, issiq sovuqdan saqlaydi. Aha. Shunaqa aka.
Hech qanaqa reka to'qish shart emas. Hech qanaqa reket o'xshatma. Shlaka buloq g'ish. Bo'ldi, ustidan kley bilan yopishtiriladi aka. Shular obunachilar nimalar deb bo'lib ketyapti. Judayam ajoyib. Bu mahsulotimizning necha xil rasvetkalari bor aka? Ularda rasvetkalariga keladigan bo'lsa aka, ularda ham 30 xilga yaqin rasvetkalari bor. Narxlariga keladigan bo'lsa 350 ming so'm. Razmeri 1.23 bo'ladi. Bir donasi 3.6 Bo'yi 3 kvadrat bo'ladi, tashkil qiladi. Balandligi 3 bo'ladi, bo'ladi. balandligi 3. Bu Endi tarafiga 1.20 1.20 bo'lar ekan, ko'rishlar mumkin obunachilar. Judayam skромный turar ekan. Judayam ajoyib, Endi- ajoyib. Bu yerda hamma bilgan ichanki aboylarimiz. ichan kaboyda bu. Ichanki aboylar aka. Rasvetkalar buni aka 200 xilga yaqin rasvetkasi bor aka. Ko'rishlar mumkin O'zi obunachilar. yoqqan tanlab cheta olasiz aka. Nima deyapti? Bozordan ham bunaqa ko'p rasvetkalar topolmaysizlar. Biri-biridan ajoyib ranglarni qaranglar. Narxiga keladigan bo'lsa aka buni narxlari Ranglari bir-biridan ajoyib chiroylilar. bizning omborda 2 xili bor aka. Aha. Falgalik va bezfalgalik bor. Falgaligi 50 ming so'm, bezfalgaligi 45 ming so'm aka. Ko'rishlar mumkin. Obunachilar zavoddan to'g'rima-to'g'ri narxlarni eshitdinglar mana. YouTube tarmog'i sahifamizga ko'pchilik kommentariyalar yozyapti, narxini yozmayapsizlar, juda deb turib. Narxlarni ham aytamiz. Просто nomer qo'yib qo'yganimizdan keyin narxlar o'zgarib ketib qoladigan bo'lsa, ertaga katta mojaro bo'ladi-da bu yerda. Shuning uchun telefon orqali bilsin deb turib, atay aytmaymiz narxlarni. Endi bu mat mahsulotimiz aka. Mat mahsulotlarimiz. Bu mahsulot qayerlarga ishlatiladi? Asosan polga ishlatsa yaxshiroq, gilamni o'rniga yoki gilamni tagida. Gilamni o'rniga ham qo'yib ishlatsa Gilamni bo'ladi. o'rniga ham ishlatsa bo'ladi. Chunki bu juda ham yumshoq bo'ladi. Ko'rishlar bo'ladi. obunachilar. Va qalin bo'ladi. Anchagina qalin ekan. Zak ushamaydi, ha? Yo'q, ushamaydi. Juda ham ajoyib mahsulotlar bor ekan. Bu keyin qanaqa mahsulot? PVX mahsulotiga o'xshaydi ekan-a? Bu PVX mahsulotimiz bambukli aboyimiz bu aka. PVX mahsulotining aboyi ham bor. Aboyi ham bor. Bu ham samakilayka bo'ladi aka. Samakilaykali bo'lar ekan obunachilar, ko'ringlar. Ko'rishinglar mumkin. Ularda aka rasvetkalari 20 xil 30 xilga yaqin rasvetkasi bor. Narxlariga keladigan bo'lsa 14 dollardan aka. 14 dollardan ko'rishinglar mumkin mana. Ishonch hosil qilish uchun mana tafsil ko'rsataman. Juda ham qalin. Ko'rishinglar. Razmerlariga keladigan bo'lsa aka, bu ham 1.20 ga 3 bo'ladi. 3.6 kvadrat tashkil etadi. Ajoyib. Narxi 14 dollar, hozir aytib o'tganimdek. Narxlar juda ham arzon ekan aka sizlarda lekin. Bemalol bozor bilan solishtirib kelarasizlar aka. Juda ham ajoyib. Yana bitta yangiligimiz bu yerda. Aha. Bu qanaqa mahsulot? Kilayimiz aka. 809 qizil qopqoq kilaydan deyarli 15-20% ga sifat ustun. Narxi daxil 25 ming so'm aka. Bu akilaylar ham bor ekan bu yerda. Mahsulotimiz 809 dan ancha yaxshi ekan. Haqiqiy Eronnikilar. Eron kilay aka. Juda ham ajoyib. Har xil ko'rishinglar mumkin. Rahmat. Dubl mixlar ham bor ekan bu yerda va kraska mahsulotlari ham bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. Penaplex, Paspix, Penaplex mahsulotini o'zi bilan birga keladigan mahsulot hisoblanadi bu. Bu yerda tarolarimiz bor ekan. Tarolarimiz bu PVX va PVC mahsulotlarimiz bilan qo'shib ishlatsangiz, skромный qilib ishlangan. uyingizni juda ham dekorativ ko'rsatadi. Bu yerda yangi kelgan rasvetkalari bor aka. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib ranglari. Narxlariga keladigan bo'lsa aka, shulari 45 ming so'mdan, orqangizda turganlari aka 65 ming so'mdan aka. Bu sillar bo'lar ekanda. Sillar bo'ladi. Sillar bo'lar ekan. Juda ham skромный o'tiradi uyimizda. Ularda ham 20 xilga yaqin rasvetkasi bor. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bir-biridan ajoyib ranglar, faqatgina stroy bazada ekan. Men to'g'risi bunaqa joy borligini bilganimda ertaroq kelardim bu bazamizga aka. Endi keyin Instagram sahifalarida ko'rib qoldim. Bitta yangilik qo'yishdilar. Halol muddatli to'lov ham qo'yishdilar-a? xuddi shunaqa aka, bizda halol muddatli to'lov ham bor. Ya'ni 3 oydan 24 oygacha foizsiz bemalol boshlang'ich to'lov 0% bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bitta pasport va plastik karta orqali. Necha oyga? 3 oydan 24 oygacha aka. Eshitlam. 2 oyga ham berasiz, 2 yilga ham berasizlar. Shunaqa aka. Ko'rishlar obunachilar mahsulotlarga bemalol. Qayerda bor yana? O'zingizlar aytinglarchi mana. Bozorda bormi? Bitta bozorda halol muddatli to'lovga beradigan do'kon yo'q. Bu mahsulotlar tanishtiramiz, dekor mahsulotlarimiz. Dekor mahsulotlarimiz qolib ketibdi aka.
Dekor mahsulotlarimiz Aha. balandligi 3 metr, endi adashmasam 25 santimetr tashkil etadi. Narxiga keladigan bo'lsa 29 ming so'mdan bir donasi. 29 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin Bu obunachilar. dekor mahsulotimiz. Ana, Dekor ana, plus deyapti. mahsulotlari keyin ozgina razmerlariga va sifatdan ham farq qiladi. Ishlatgan akalarimiz o'zi aytgan. Ko'rishinglar mumkin. Narxi nech pul dedingiz aka? 29 ming so'm aka bir donasi. 29 ming so'mdan. Rasvetkasiga keladigan bo'lsa 50 xildan osha rasvetkasi bor. Bemalol o'zingiz didingizga yoqqanini tanlab chiqata olasiz aka. Skromniy, oddiy dekorlar bor ekan, bir-biridan chiroyli. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilarimiz. Abdulaziz aka sizga rahmat katta. Agar sizlarga ham shunaqa mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Eng arzon narxlarda faqatgina Stroy bazada, vodiyda yagona bo'lib turgan bazamiz. Halol muddatli to'lovga yoki bo'lmasa naqd puliga bemalol olib chiqsanglar bo'laveradi. Shu ko'rib turgan mahsulotlaringlar to'g'rima-to'g'ri zavod narxida. Bugungi videomiz tugadi. Hammaga rahmat.